Rizoxon, men yangi kelgan Makka sirtqichlarimizni yangicha obzorlaridan qilib bering, o'zingiz bitta ko'rsatib bering. Nima haqida, qanaqa mahsulotlarimiz chiqarib beriladi bu? Buni obzor qilib beramiz. Video oxirigacha ko'rib tursangiz bo'ladi. Hop, bu drabinchamiz Makkani sirtib beradigan drabincha bo'ladi. Tayyor jo'xorida, dumbulida donadan ajratib tozalab beradi. Donani alohida qilib, dumbulini alohida qilib bu tarafdan tashlab beradi. Hop, qarang, ko'pchilik so'rashyapti kommentlarda, o'tgan safargi videomizda soatiga qancha chiqarib beriladi bu maksimalni deyishyapti. Maksimalni 2 tonnagacha chiqarib beradi. Uni ham odam o'zi yetkazib berishga bog'liq. Bu tarafdan zapas tashlab turilsa, bemalol 2 tonnagacha chiqarib beriladi. Hop, sinovdan o'tgan drabincha bo'ladi. Keyin bu 220 tokda ishlab shu 2 tonna chiqarib beradi. Motorlari 3 kilovatli avtomatikali motor bo'ladi. Hop, qarang, shu joyda ham ko'pchilik menda tokim past deyishyapti. Past tokda ham ishlaydimi motor? Shuning uchun element motor qo'yganmiz. Element motorda asosiy vazifasi pastroq toklar uchun qo'yiladi. Pastroq toklarda ishlab beradi. Lekin tok baland bo'lsa ham ishlaydi. Universal bo'ladi, tok tanlamaydi. Shunda necha tokkacha ham ishlab beradi eng pasti? 220 dan 180 gacha. Mana shu 220 ni 180 ni o'rtasida zakonda ishlab beradi. Xo'p. Keyin ko'pchilik mis motorda ham maqtashyapti. Bunga mis motor qo'ysak ham bo'laveradimi? Mis motor qo'ysak ham bo'ladi. Buning uchun faqat tokingiz 220 dan past bo'lmasligi kerak. Keyin narxlari ozgina o'zgaradi. 220 dan past bo'lsa nima bo'ladi? 220 dan past bo'lsa ishlab bermaydi. Shunda admotkasi kuyishi ehtimoli bor-da. Ishlamaydi. Xo'p. Buning narxini necha pul qo'yyapsizlar hozir? Buning narxini 3 million so'm beramiz. Shu holatda shuni to'g'ri ishlaydi. Tayyor holatda O'zbekiston bo'ylab dastavkasidan ichida qilib beramiz. 3 million so'm ichida bo'ladi. Bir kunda любой joyga yetkazib beramiz. Shunda qarang, yonidagi atroflarga yetkazib berasizlarmi? Misol uchun Qo'qon shahar bo'lsa, Qo'qon shahrigami yoki eshiging tagigachami? O'z dukonimiz manzilimiz Toshkentda, Toshkent shahridan turib, O'zbekistonda istalgan tochkasi, O'zbekiston xaritasini ichiga kirsa bo'ladi. Uygacha yetkazib beramiz. Demak, eshiging tagiga borgandan keyin pulini sanab berib yuborishsa bo'ladimi? Yo'q, 10% oldindan to'lov bo'ladi. 10% to'lov qilishgandan keyin biz chiqarib beramiz uyda. Borgandan keyin ishlatib ko'rib, bemalol qolgan pulni kartadan o'tkazib bersa bo'ladi. Biz ham chiqarish sonini buni ishlatib tekshirib chiqarib beramiz. Garantiya keladigan bo'lsa, garantiyasi tokga chuqur ishlatib beramiz. Muddatga garantiya berilmaydi. Sababi bu tokli narsalarda o'zi aybi chiqsa yoki defekti bo'lsa 2 minut ishlaganda bilinadi. Sira ishlaganda bilinadi shunda. Shuni dastavkalari ichiga borib turib, shu eshiging tagiga borganda 3 million so'm undan oldin 10% tashlab beradi deyishdi. 100 ming so'm tashlab berishadi, qolganini 700 ming so'mda qo'lga Eshiklarning tagida borganlaridan keyin tashlab berishadi. Xo'p. Pastdagi nomerlarga o'zingiz nomeringizni qo'yib qo'yamiz, bo'lmasam bemalol aloqaga chiqsa bo'lar ekan. Keyin bitta tomonni aytib o'tdik, bu remel orqali ishlaydi. Xo'p. Remellari bor ekan. Ventilyatsiyasi ham bir tarafda mana ko'rishlari mumkin. Ventilyatsiyasi vazifasi changni o'zini tortib, kerak tomonga chiqarib beradi. Xo'p, shu tomonda. Kamroq chang chiqadi. Shu tomonni yana bitta ko'pchilik admotkasi kuygan motori bo'lsa, yangi motor olmoqchi bo'lsa yoki zapchaslari bormi o'zi, misol uchun remen yoki motorlari? Hamma yog'i bor o'zimizda. Hech qayerdan bo'lmaydi. Ichidagi mexanizmlarda ham, remellari ham, motorlari ham hammasi o'zimizda bor. O'zimiz ham qo'yib chiqish oladi. Demak, oldingi eski drabinkalarning motori bo'lsa, yangi motor olmoqchi bo'lsalar, sizlarga aloqa chiqsa bo'ladi. Motorlarimiz hammasi bor. 220 380 biz element hamma motorimizda bor. Eng past 1.8 kilovatdan 21 kilovatgacha hamma motorimiz bor. Bo'ldi, tushunarli bo'lmasa. Xo'p, narxlarini aytdik. Bemalol kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Manzilimiz Toshkent shahrida. Bizda bozorning yonida bo'ladi, avtobus benzin.